So'nggi yillarda mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini samarali va zamon talablariga mos ravishda tashkil etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga ichki ishlar organlari yo'l harakati xavfsizligi xizmatining faoliyatini inson manfaatlari, qadr-qimmati va huquqlarini himoya qilishga yo'naltirish, og'ir oqibatlar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olishda jamoatchilik nazorati mexanizmlarini yanada kuchaytirish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan ichki ishlar organlarining yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish sohasidagi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida qabul qilingan qarorga asosan hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalarida ma'muriy amaliyot markazlari tashkil etish belgilandi. Mazkur qaror asosida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ham ma'muriy amaliyot markazi binosi qisqa muddatda qurib foydalanishga topshirildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i mazkur yangi bino bilan tanishish jarayonida asosiy e'tibor murojaat bilan tashrif buyurgan aholi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilishi lozimligini ta'kidlab, zarur tavsiya va topshiriqlar berdi. Endilikda ushbu markazda yo'l harakati qoidalarining buzilishiga doir ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish, avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimi orqali aniqlangan qoidabuzarliklar to'g'risidagi ma'lumotlarni qonunchilik hujjatlariga muvofiqligini nazorat qilish, jismoniy va yuridik shaxslarning yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar bo'yicha murojaatlarni yagona darcha, eksterritoriallik va open space tamoyillari asosida ko'rib chiqish kabi faoliyatlar amalga oshiriladi. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'l harakatini namunali tarzda tashkil etishda yangi innovatsion texnologiyalar faoliyatidan samarali foydalanish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar va galdagi ustuvor vazifalar to'g'risidagi reja dasturlar taqdimoti bilan tanishib, bu borada o'zining fikr-mulohazalarini bildirib, mas'ul xodimlarga aniq yo'naltirilgan topshiriqlar berdi.